Do'stlar, Oybekdamiz. Qarang, shundoqqina yo'lda yuzi Oybek, ya'ni Makro supermarketini ro'parasida joylashgan 4 qavatli uylarni siz yoqtirgan 3-qavatdan 2 xonali kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokatsiyani ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r joyda joylashgan. 4 qavatli uyning 3-qavatida do'stlar, holatini ko'rishingiz mumkin. Qarang, yorqin ranglardan foydalanib remont qilingan. Qarang, yarki bo'lib turibdi uy. Chiroyli uslubda holatlarni ko'rishingiz mumkin. Mana yumshoq mebellar qo'yilgan, gilam pardalari xonaga moslangan. Bu birinchi xona, ya'ni zal qismlari barcha mebellari qoldiriladi. Bu yerda 3 metrli verandasi bor, ko'rishingiz mumkin. Oshxonani bu tomonga ko'chirsangiz 3 xonaga o'zgartirish imkoniyati ham mavjud. Romlari to'liq akfa romlarda isitish tizimlarigacha bor, ishlaydi. Bu tomonda ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona qismlari, yotoqxona mebellari ham qoldiriladi. Romlari to'liq akfa, isitish tizimlari bor, ishlaydi. Uglovoy veranda. Bu tomoni esa oshxona qismlari. Oshxonada jihozlari qo'yilgan. Bu tomoni tashqaridan kirish qismi koridor va bu yerda umumiy sanuzel joylashgan. Kafel qilingan, o'rnatilgan, holatlari yaxshi holatda. Siz yoqtirgan 3-qavatda joylashgan ushbu kvartira yo'lda yuzda, lokatsiyani ko'rdilang, juda ham zo'r. Narxga keladigan bo'lsa 28800 dollarga mana shu turishiga baholanyapti. Albatta kam bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham zo'rlanib boramiz.